Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar. Biz hozir Istanbulning Yangiqal'a maydonida etnik spor, ya'ni tantarbiya, an'anaviy tantarbiya va madaniyat faoliyati maydonida ekranlar orqali sizlarga salom yo'llab o'tamiz. Bu yerda 3 kundan 4 kundan buyon har xil turk dunyosiga aloqador tantarbiya musobaqalari olib berilyotdi. Shuning bilan birga madaniyat faoliyatlarini tanishtirish orqali chedir tiklab bu yerda har xil millatlar o'ziniki milliy madaniyat urf-odatlarini tanishtirib faoliyat olib beryotdi. Shu qatorda bizning Sharq Turkistondan Uyg'urlar bu maydonga kelib o'ziniki milliy madaniyatlarni tanishtirish faoliyati ochib keldi. Bu chedir hozir ko'rayotganinglar Sharq Turkiston Uyg'ur madaniyat chediri. Bu chedirning ichida Uyg'urlarning har xil madaniyatlarni tanishtirilgan milliy buyumlar ko'rgazmaga qo'yildi. Biz hozir bu faoliyat to'g'risida yanimizda diniy olim Ibrohim Damollam hozir yanimizda bu chedirni ziyorat qilayotgan shaxslardan biri. Hozir biz suhbat olib boramiz. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Hurmatli Ibrohim Damollam, sizga ma'lum bu yerda hozir qizg'in bir faoliyat bo'layotdi. Mesela Uyg'ur madaniyatini tanishtirishning qanday ahamiyati bor? Siz bu yana aylangandan keyin nimalarni his qilyapsiz? Bu vaqtga tushuncharingizni anglagan bo'lsak. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aziz muhtaram televizor ko'ruvchi qarindoshlarimiz, bu har yili bo'lib kelayotgan hurmatli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın uğurlaştırış bilen müşahede bütünüzdeki Türkiye milletlerinin örf adetlerini, milli medeniyetlerini, ulanın elip beriyotgan her xil hazırki tilimizde spor deyimiz, Türk tenterbiyesi, Türk tenterbiye hareketlerini tanıştırış maksidi açılgan bu etnik spor festivali, körgezmesi nait yaxşı öteyatıdı. Bu yerda Türk qon sistemasiga munosib bo'lgan millatlarning hammasining chedirlari qurildi. Shuning bilan birga shu Turkiy millatlarning ichidagi Uyg'urlar ham bu o'rinda o'zining chedirlari orqali o'rin oldi. Bu nihoyatda yaxshi bir ahvol. Bu chedirda Uyg'urlarningki milliy urf-odati, tantarbiya kiyimlari, shundaqla bir qism yoshlarimiz tantarbiya qismlaridan bo'lgan chelish, shundaqla har yil bizningki Uyg'urlarda hayitkaning oldida qilingan, elib berilgan har ikki hayitda elib berilgan sama usullari ko'rsatildi. Bundan bizden başka Uyg'urlardan başka Türk milletleri ko'rgan Türk xalqi bizning kimligimizni, bizning milliy urf-odatlarimizni, milliy hayajonimizni, milliy mavjudligimizni ko'rdi. Ba'zilarning shunday deganligini angladim. Bular 100 yildan buyon Xitoy xalqining, Xitoy zolim hokimiyatining oldida ezilgan bo'lsa-mu, qat'iy o'zining milliy urf-odatini, milliy tantarbiyasini, ajdodlardan qolgan, ota-bobolardan qolgan kimliklarni, kimlik mavjudiyatini boshqalarga e'lon qilishdagi harakatlarni qat'iy unutmabdi. Bular o'zining mavjudiyatini saqlab qoladi ekan. Bundan keyin yanla dünyada özünün Uygur ekanligini, Uygur Müslüman ekanligini bir qitim jakalaydigan yoshlar mavjud ekan. Biz bulardan ta'sirlandik degan o'xshagan mana shundaq inkaslarni berib ketdi. Men bu yerga kelgandan keyin albattaki yanlam yani shundaq 100 yildan buyon jafo mushaqqatning ostida, zulm istibdodning ostida, asirlikning ostida bo'lgan bu aziz millatimizning, aziz xalqimizning yoshlarining o'zining tarixiga, ecdadının an'anasiga bo'lgan milliy ruhidan nihoyatda faxrlandim, xushal oldum. Yanlam bizning millatimiz, millatimizning urf-odati, millatimizning an'anasi, millatimizning mavjudiyati yo'qolmaydigan degan hissiyot tuyg'u menda nihoyat paydo bo'ldi. Men bu ishdan nihoyat xursand bo'ldim, xushal oldum. Bo'lganda biz bundan keyin davomli shunday faoliyatlar bo'lsa, o'zimizning bayrog'i bilan, o'zimizning milliy an'anaviy kiyimlari bilan chiqib bu shunday faoliyatlarga qatnashishning ne kadar muhim ekanligini, milliy jihatda, diniy jihatda nihoyatda yaxshi bir ahvol ekanligini uqdim, his qildim. Qarindoshlarimiz ham bu tashviqotni qilishga muvaffaq bo'lganligim uchun o'zim nihoyatda xushalman. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Damollam müşahede 3 günden buyon faoliyat devam qilyapti.
sizim ko'ryapsiz. Mushu faoliyatni masalan bu yerda bayroqlar chiqibdi. Uyg'urlarning milliy madaniyat urf-odatlarini tanishtirgan har xil kiyim-kechaklar, chalg'u asboblar, yemak-ichmaklar tanishtirilyapti. Mushuninki hamda bu yerda qozoq, qirg'iz, o'zbek, turk dunyosining hamma xillik bor hamda turklar bilan daxil, turklar bilan barobar. Mushunda bir faoliyatninki vatandagi Uyg'urlarga nisbatan qanday bir foydasi bor deb qaraymiz. Albatta ki bunday bir faoliyatning bugun izlayotgan, ko'zdan yashayotgan millatimizga nisbatan nurg'un yaxshi foydalari bor deb qarayman. Jumladan mishadagi minglagan insonlarga tamoq berayotgan hem bizim Uygur restoranı mesela Zinet restoranı deyimiz Uygurlarning pulasi temin etadi yemekte. Hem bunu yiyen insanlar kimning yemeği bu deb so'rashi mumkin. Elbette ki Uygurlarning yemeği. Uygur kimi Xitoyning qo'lasi turayotgan Doğu Türkistan'da yaşaydigan Uygurlar degan bir javobga erishishimiz mumkin. Endi keyin tunigin bu yerda sayın muhtaram Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan hem çadırımızda ziyaret kıldı. Ondan başka Celal Arbay, Türkiye milletvekili bo'lgan Profesör Doktor Celal Arbay hem çadırımızda ziyaret kıldı. Şunu bilan birge bugün Büyük Birlik Partisining başlığı hem çadırımızda ziyaret kıldı. Tünüge şunu o'xshagan har xil partiya tashkilotining başlıkları şunu bilan birge muavi Başbakanınki yardımcısı istişare Mustafa Şen hem basma maslahatchisi çadırımızda ziyaret kıldı. Şunu bilan birge ziyaret qilish bilan birge qarindoshlarımızdan Uyg'ur milletimizdeki üyelik ahvalini so'ragan bo'ldi. Bu yerda turayotgan Munavvar o'z Uyg'ur, shundaqla Hidoyat O'g'izxon qatorliq bu yerdagi ma'rif jamiyatiningki büyük başkanları, shundaqla cho'nglari bu yerda bugungi kundagi Uyg'ur musulmonlarining, Uyg'ur milletining beshiga kelayotgan zulmlar ve Xitoy tarafidan qilinayotgan haqoratlar, Xitoy tarafidan qilinayotgan dafsandichiliklar, sharmandichiliklar, qonxo'rlik, vahshiyliklarning hammasini anglatgandan keyin ular bu mavzuda ta'sirlanib, davomli biz bilan uchrashib turishni, shundaqla bunday faoliyatlarga davomli qatnashishimizni va shundaqla bu zulm qarshi, zolim qarshi, bu qorong'ilik qarshi, botillik qarshi davomli biz bilan birga bo'lganligini elbette ki dualarda manevi maddi cihatte bizge hem yardımcı bo'lganligini uqtirib bizning ruhiy manevi kayfiyatimizni yana bir qatim ko'tardi. Allah xolisa bu bizning Uyg'ur milletining kelgusi uchun shundaqla ularningki beshidagi zulmni ko'tarish uchun ozg'inim bo'lsa, kichkinim bo'lsa yordamda bo'ladi deb o'ylayman. Allohu taolo alam. Alloh ondan razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bo'ldi, ko'p rahmat sizga. Hürmetli televizyon görüşler, yukarıda biz İbrahim Damoğlan bilen il bağın sohbetimizni dihtonlar sunduk. Bu yerda yine etnik spor, milli tantarbiya, milli medeniyet faaliyetleri devam kılatıdı. Yine programımızı, sohbetimizni devamlaştırırız. Rahmet.